Birinchi dars. A variant yechimlari. Birinchi savol. Yo'qolgan organizmlarning qazilma qoldiqlari qaysi fan tomonidan o'rganiladi? Paleontologiya fani qazilma holatdagi organizmlarni o'rganadigan biologiyaning bo'limi. Ikkinchi savol. Qaysi fan bizga organizmlarning xilma-xilligini boshqarishga imkon beradi? Sistematika fani. Sistematika fani organizmlarni qon qarindoshlariga ko'ra guruhlarga ajratadi va ularni xilma-xilligini o'rganishni osonlashtiradi. Uchinchi savol. Qaysi fan hujayra organoidlarning tuzilishi va funksiyasini o'rganadi? Hujayrani sitologiya fani o'rganadi. To'rtinchi savol. Hayotning hujayrasiz shakllarini qaysi fan o'rganadi? Hayotning hujayrasiz shakllari bu viruslar. Viruslarni esa virusologiya fani o'rganadi. Beshinchi savol. Inson va hayvon organizmida sodir bo'ladigan jarayonlarni qaysi fan o'rganadi? Organizmlarning hayotiy jarayonlarini, masalan, nafas olish, ko'payish, oziqlanish kabi jarayonlarini fiziologiya fani o'rganadi. To'g'ri javob B variant. Oltinchi savol. Tirik organizm tanasining tuzilishi va uning organlarini qaysi fan tomonidan o'rganiladi? Organizmlarning tuzilishi va organlarini anatomiya fani o'rganadi, ya'ni ichki tuzilishni. Yettinchi savol. Havo ifloslanishining atrof muhitga ta'sirini o'rganish qaysi fan tomonidan amalga oshiriladi? Atrof muhitni bizda ekologiya fani o'rganadi. 8-savol. Qaysi fan organizmning zigota hosil bo'lishidan boshlab to tug'ilgungacha bo'lgan rivojlanishini o'rganadi? Embriologiya fani o'rganadi. D javob. 9-savol. Qaysi fan qadimgi qirqaloqlarning tuzilishi va tarqalishini o'rganadi? Demak, qadimgi organizmlarni bizda qazilma holatida paleontologiya fani o'rganadi. C javob. 10-savol. Qaysi fan organizmlarning xilma-xilligini o'rganadi va ularni tavsiflaydi? Bu sistematika fani. To'g'ri javob B variant. 11-savol. Nuqtalar o'rniga mos javobni tanlang. Genetika fani bu organizmlarning irsiyat va o'zgaruvchanlik qonuniyatlarini o'rganadi. C javob. 12-savol. Tabiatdagi o'simliklar, hayvonlar va zamburug'lar o'rtasidagi munosabatlar qaysi fan tomonidan o'rganiladi? Demak, organizmlar, ya'ni o'simliklarning, hayvonlarning o'rtasidagi o'zaro munosabatini bizda ekologiya fani o'rganadi. Ekologiya organizmlarning o'zaro va tashqi muhit bilan munosabatini o'rganadi. 13-savol. Biologik jarayon va hodisalarni ular o'rganadigan fan bilan mos holatda juftlangan javobni aniqlang. Mitoxondriyadagi metabolizm jarayonini sitologiya fani o'rganadi, ya'ni hujayra va hujayraviy tuzilishlarni. Qazilma holatdagi organizmlarni esa paleontologiya fani o'rganadi. To'g'ri javob D variant. 14-savol. Biologik jarayon va hodisalarni ular o'rganadigan fan bilan mos holda juftlangan javobni aniqlang. Ko'k kaptar embrionda jabra yoriqlarning paydo bo'lishini embriologiya fani o'rganadi, ya'ni embrion rivojlanishini. Ikkinchisi, silliq endoplazmatik to'rdagi metabolizmni sitologiya, ya'ni hujayra darajasida o'rganadi. 15-savol. Biologik jarayon va hodisalarni ular o'rganadigan fan bilan mos holda juftlangan javobni aniqlang. Jirafa embriondagi jabra yoriqlarning bo'lishini embriologiya fani o'rganadi. Qazilma holatdagi organizmlarni esa paleontologiya fani o'rganadi. To'g'ri javob C variant. 16-savol. Biogenetik qonun qaysi metod yordamida aniqlangan? Biogenetik qonun taqqoslash metodi yordamida aniqlangan. 17-savol. Evolyutsion ta'limot qaysi metod yordamida yaratilgan? Bu tarixiy metod bilan bog'liq bo'ladi. D javob. 18-savol. Tiriklikning qaysi darajasidan boshlab tuzilmalarning avloddagi barqarorligi
ta'minlanadi. Demak, tiriklik darajalari eng quyi darajasi, ya'ni qaysi darajasidan boshlab olganda avloddagi barqarorlik ta'minlanadi deyilmoqda. Avloddagi barqarorlik populyatsiya bilan ta'minlanadi, ya'ni organizmlarning o'zaro nasl qoldirishi orqali ularning naslining davomiyligi ta'minlanib boriladi, ya'ni avlodlarning barqarorligi. Va bu ko'payish jarayoni populyatsiya darajasidan boshlab kuzatiladi. 19-savol. Hujayra nazariyasiga asos solishda qaysi ilmiy tadqiqot usulidan foydalanilgan? Bu taqqoslash metodi bo'ladi. D javob. 20-savol. Tiriklikning qaysi bosqichidan irsiy axborotning berilishi boshlanadi? Irsiy axborot berilishi tiriklikning eng kichik darajasi molekuladan boshlab kuzatiladi.